Sizni telefonlaringizda ovozli xabar yuboribdi. Shu ovozli xabarında nodab tahdid etib turibdi. Eshitiraman hozirgina. Sharhla videolarni man o'chiraymi yo do konca yetasizmi? Olib tashlaysizmi nangizni? Zaifalaringizni olib tashlab bilasizmi yo'qmi? Hamma yozib qo'ying videolarni deb yotibdi. Qaraylik, yomon bo'lib ketadi bana. Undan bolalar akasi bilan görüştirib, vaqtli yashashimiz kerakligini o'zingizni xizmatingizda aytib. Bu yerda maqsad meni sobiq turmush o'rtog'imning ismi yo'q, bolamni akasini ustini ochishda ishlar bor. Va shu masala bo'yicha bizani o'zlarimiz shaxsiy ishlarimiz edi. Bu narsani internetga olib chiqib, bu qizni maqsadi men hozir aliment berib, lekin hech qanday aliment olmayman, alimentga muhtojlik joyim yo'q, bolamdan o'zimdan. Men aliment berganman va taqiq qo'yib qo'yibman. Chet elga hech O'zbekistondan boshqa yerga chiqolmaydi. Shu taqiqni oldirish uchun va arizalarimni qaytarib olishim uchun menga ta'zib o'tirib turibdi. Ya'ni mening unda videolarim bor, mening unda rasmlarim bor, bilmayman, no videom, no rasmlarim borligini. Shularni internetga qo'yib beraman. Ya bo'lmasa sen taqiqni olib tashlama, 2-3 kun davomida uzluksiz internetda, primoy efirlarda men to'g'rimda har xil yomon narsalarni so'zlab, so'kib, haqorat etib, meni o'ta shaxsiy bo'lgan masalalarni olib chiqdilar. Hozir menda po fakti bilan kelib turibdi. Po fakti hozir rasmlaringni ko'rsam, yo'lab berasizlar.